Men Bekmurod Abdug'aniyevich Jurash tuman turishmasida 9 yildan beri bosh vekil lavozimida ishlab kelmoqdaman. Faoliyatim davomida men Jurash tuman tibbiy birlashmasi Siliq Qashqadaryo dispanserida 16 yil katta vekil lavozimida ishlaganman. Bu faoliyatim davomida ancha ustozlarni ko'rdik, ancha qiyin, baland pastini ko'rganmiz kasbimizda. Bu kasbni biz o'z manfaatimiz uchun tanlamaganman. Bu kasbimizni sevganim uchun, elga xizmat qilish, el mehrini qozonib, elning xalq duosini olish niyatida kasb tanlaganmiz. Bu kasb tanlaganimda men faxrlanaman. Bizga mana shu kasb tanlashda sizlarga tavsiya qilmoqchimiz, Sharsabz xalqaro tibbiyot texnikumi bilan birgalikda ishlayapmiz. Bizda Sharsabz xalqaro tibbiyot texnikumida amaliyot o'tayotgan talabalarimiz amaliyot o'tamoqda va bilim darajasi ancha yaxshi. Bu kasbda keyin kelayotgan, endi qadam bosayotgan bo'lajak shifokorlarga tavsiyam, xalq mehrini qozoning. Kelajakda yaxshi mutaxassis bo'ling, izlanish kerak, izlaning. Xalqaro miqyosdagi faoliyat olib borish kerak. Til bilish kerak. Bu kasbni siz sidqidildan bajarsangiz, insonlarning bir quvonchi, baxti sizga bir baxt keltiradi.